Ikkinchi modulimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan elektron kommersiya o'sishi va elektron kommersiyani kelajagi haqida gaplashamiz. Elektron kommersiya 2030-yilga borib, statistika va prognozlar bo'yicha 50% ga, ya'ni kapitalizatsiyasi 7,5 trillion dollarni tashkil etadi. Elektron tijorati, ya'ni elektron kommersiyani 3 ta asosiy afzalliklari bor. Birinchisi bu xarajatlarning kamayishi, ikkinchisi bu o'rtakashlarning yo'qolishi. Uchinchisi, savdolarni aniq raqamli, aniq analizlarni o'zingizga yuklab olishinglar. O'zi nimaga onlayn biznesga kelganmiz? Agar onlayn biznes bilan offlayn biznesni taqqoslaydigan bo'lsak, bizda 5 ta har xil afzalliklarni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, qo'l ostingizda ishchilar bo'lmaydi va unga oylik to'lash kerak bo'lmaydi. Ikkinchisi, hech kimdan arendaga joy olib, u joyni yurg'izishingiz kerak emas va har oy arenda to'lashingiz kerak emas. Uchinchisi, o'zingizga xon, o'zingizga bek bo'lib ishlaysizlar, hech kim qo'l ostida ishlamaysizlar. Shunaqa qilib, biz onlayn biznes orqali Amazonga yetib keldik. Amazonda 4 xil sotuv modeli bor. Bu narsa haqida bundan oldin sizlar bilan bir necha marotaba gaplashganmiz, lekin bugun chuqurroq va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 4 ta sotuv modeli. Birinchisi bu private label, ikkinchisi bu wholesale, uchinchisi bu online arbitraj, to'rtinchisi bu drop shipping. Private label. Private labelni 4 ta afzalligi va 4 ta qiyinchiligi haqida hozir sizlarga gapirib beraman. Birinchi afzalligidan biri bu brend o'zinglarniki bo'ladi va o'zinglar xohlagancha brend yarata olasizlar va o'sha brendni sekin-sekin reklama orqali kuchaytira olasizlar. Ikkinchisi, odatda ishonchli brend yarata olsanglar, u brendni narxi ham baland bo'la oladi va undan katta profit ham egallay olasizlar. Uchinchi afzalligi bu sir emas. O'zinglar bilasizlar, agar sizlar o'zinglarni brendinglarni juda ham kuchli ravishda ko'tarib olsanglar, sizlar boshqa mahsulot, ya'ni boshqa toifadagi mahsulot sotsanglar ham u yaxshi sotilishiga prognoz juda katta. Bundan sabab nima? Bu mijozlarning sizlarga ishonchi juda ham yuqori bo'lgani. Va to'rtinchi afzalligi bu katta marja. Marja bu sizlarning foydanglar. Endi qiyinchiliklari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi qiyinchiliklardan biri bu noto'g'ri qilingan analiz orqali tanlangan mahsulotinglar. Ya'ni o'sha mahsulotlarni noto'g'ri tanlab qo'yib va noto'g'ri sotuvga qo'yayotgan bo'lsanglar, pulinglarni havoga uchirib yubordinglar degani. Ikkinchisi bu mahsulotni sotuvga uzoq tayinlanishi. Ya'ni birinchi o'chirtda bu yerda biz nimani tushunsak bo'ladi. Bu yerda Xitoy saytlari bilan ishlayotganingizda ular o'zi uzoq javob beradi va uzoq sizlarga mahsulotni tayinlab beradi. U bu narsa so'rasanglar agar. Yoki sizlar o'zingizlarning listinginglarni, ya'ni kartochkanglarni Amazonda tayinlayotgan paytingizda bu uzoq muddatni talab qiladi. Ya'ni bitta kartochkani tayinlash uchun unga bo'lgan izoh, unga bo'lgan har xil yozuvlari yoki qanaqadir nomlarni to'g'ri yozishingiz uchun va to'g'ri rasmlarni qo'yishingiz uchun uzoq vaqt muddat talab qiladi. Uchinchisi, qilingan sarmoyani uzoq vaqtga muzlab qolishi. Ya'ni bu uzoq muddatda yaratilgan bir mahsulot uzoq vaqtda omborlarga yetib borishi va o'zini yo'li bilan bu nimaga olib kelishi mumkin? Savdoni juda ham kech boshlanishiga va sarmoyani juda ham kech qaytishiga. Private label'ni 4-chi va katta qiyinchiliklardan biri bu sizlar o'zingizlarni bir ma'lum bir byudjetingizga ega bo'lishingiz kerak. Sababi sizlar o'zingizlarning mahsulotingiz uchun sarmoyangiz kerak bo'ladi va ularni yetkazib borish uchun, ya'ni Amerikadagi omborga yetkazib borish uchun bo'lgan xarajatlari bo'ladi. Keyingi sotuv modelimiz wholesale deb nomlanadi va uni hozir afzalliklari bilan qiyinchiliklarini gaplashib o'tamiz. Birinchi afzalligi haqida gapiradigan bo'lsak, wholesale'da sizlar katta kompaniyalar bilan, ya'ni katta korporatsiyalar bilan Apple, Nike, Adidas, Samsung shularga o'xshagan kompaniya bilan kommunikatsiyada bo'lasizlar. To'g'ridan to'g'ri sizlar ularning klientisizlar va sizlar bilan ishlashga ular rozi bo'ladi. Ikkinchi afzalligi bu katta afzalligidan biri. Bu sizlarga ularni, ya'ni o'sha katta korporatsiyalarning brendi nomi уже kuchayganini hisobiga juda ham ko'p zakaz olib kelish imkonini beradi. Ya'ni Amazonda sizlar Apple nomidan yoki Samsung nomidan yoki qanaqadir Adidas, Nike nomidan sotayotganinglarni ko'rib, odamlarning ishonchi ko'proq bo'ladi. 3-chi va 4-chi afzalligi haqida gapiradigan bo'lsak, 3-chi afzalligi sizlar o'zingizlarga kompaniya ocha olasizlar. Ya'ni O'zbekistonda o'tirib, Amerikadan kompaniya ocha olasizlar. Va 4-chi afzalligi faqat ограниченный, ya'ni faqat chegaralangan odamlar bu tovarlarni sota oladi. Ya'ni sizlar
aytaylik Adidas, Nike yoki Apple yoki Samsung produksiyalarini sotayotgan bo'lsanglar, faqatgina misol uchun 100 ta odam bo'lsa, o'sha 100 ta odam sota oladi. Bu o'zini yo'li bilan yana sizlarga mijozlarni ko'paytirishga sabab bo'lib qoladi. Keyingi afzalligi bu brend tarafdan sizlarga beriladigan aniq bir narx. Ya'ni sotilayotgan produksiyalarni aniq bir narxini beradi. Bu sizlarga nima afzallik beradi? Bu sizlarga ya'ni bir bozorda, marketda boshqalar o'yin qilib yormaslik uchun narxini aniq bir narxga qo'yib, o'sha narxda sotasan deb beradi. Va undan tashqari bo'ladigan katta afzalligi bu sizlarni xarajatinglar, reklamaga qilinadigan xarajatinglar. U juda ham past bo'ladi, chunki sizlar sotayotgan produksiya, sizlar sotayotgan mahsulot уже taniqli bo'ladi. Endi qiyinchiliklari haqida gapirsak, agar qiyinchiliklardan biri bu kichkina marja. Ya'ni bu sizlarga boya aytganimizdek, brend tarafdan aniq bir narx berilgani hisobiga sizlar u foydanglarni, ya'ni marjanglarni kattalashtirib yora olmaysizlar. Mahsulotinglarni marjasi kichkina bo'lgani sababli sizlar juda ham ko'p mahsulot sotishingiz kerak bo'lib qoladi. Shuni hisobiga sizlar juda ham katta byudjetga ega bo'lishingiz kerak va katta partiyada u brendlardan sotib olishingiz kerak bo'ladi tovarni. Keyingi qiyinchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yana o'sha muzlab qolgan sarmoya. Ya'ni sizlar pul tikib qo'yganingizdan keyin tayyor bo'lishingiz kerak bu narsaga. 3 oy, 4 oy, 5 oy vaqtiga muzlab qolishi mumkin qilingan sarmoyalar. Va undan tashqari sizlarda aniq bir tajriba bo'lmasa, bu wholesale sotuv modelida ishlash juda ham qiyin. Undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Sizlar bir jamoaga ega bo'lishingiz kerak. Wholesale'da jamoasiz ishlash iloji yo'q. Uchinchi sotuv modeli haqida gaplashadigan bo'lsak, uni nomi onlayn arbitraj bo'lib, bu haqida ozgina qisqacha ma'lumot aytib beraman sizlarga hozir. Misol uchun sizlar qanaqadir mahsulot ko'rib qoldinglar. U mahsulot tan narxi bo'yicha sizlarga juda ham yoqimli va to'g'ri keladigan. Sizlar nima qilishni bilmayapsizlar, qanaqa qilib Amazonga bu tovarni yubormoqchi bo'lishni bilmayapsizlar. Ya'ni shunaqa paytda o'rtada prep center degan joylar bor. Sizlarni mahsulotlaringlarni ular tayyorlab, perupakovka qilib Amazonga joylashtirib beradi. Ya'ni sizlarni o'rningizga. Shu modelimizni onlayn arbitraj deb ataymiz. Keyingi afzalligi bu mas'uliyatni Amazonga o'tkazib yuborishinglar. Ya'ni sizlar o'zingizlarning mahsulotinglarni prep center orqali Amazonga yetkazib berasizlar. Yetkazib berganingizdan keyin Amazon o'zini mas'uliyatiga yetkazib berish va agar qanaqadir qaytishlar bo'lsa, tovarlarda, ya'ni mahsulotlarda o'zini omborida ushlab turish mas'uliyatini o'ziga oladi. Endi qiyinchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, bu sizlarning mahsulotinglarni Amazon omborlarida turib qolishi, stabil bo'lmagan savdo, kichkina marja va katta konkurensiya. Va nihoyat eng qiziq joyiga keldi. Bu drop shipping. Drop shipping o'zi nima? Drop shipping o'zi nima degan savolingizga men ish jarayoni va protsessi orqali ko'rsatib bermoqchiman. Sizlar klient, Amazon platformasi va postavshik, ya'ni mahsulot yetkazib beruvchi odaminglar bilan birga ishlaysizlar. Jarayon qanaqa qilib o'tadi degan savolingizga javobim shunaqa. Klient sizlarga Amazon orqali, Amazon platformasi orqali buyurtma qiladi. Ya'ni qaysidir mahsulotni sotmoqchi bo'lgan mahsulotinglarni u odam sotib olmoqchi bo'ladi. Shu payt sizlar o'zingizlarning postavshiklarga zakaz qilib, undan shu tovarni sotib olasizlar. Sotib olib, lekin klientinglarga, sizlarning mijozinglarga o'sha postavshiklardan dastavka qildirasizlar. Postavshiklardan mahsulotinglar dastavka bo'lganidan keyin Amazon platformasi sizlarga mahsulotinglar uchun pulinglarni to'lab beradi. Shunaqa qilib bu dropshipping imенно sxemasida, ya'ni sotuv modelida juda ham katta bo'lgan afzallik bu risklarni kamaytirish. Risk bor, lekin juda ham kam. Ya'ni sizlar уже bilasizlar, trendoviy tovar. Hozir bu mahsulot juda ham trendda eng kuchli paytida. Shu paytida sizlar sotuvga kiryapsizlar. Mana endi sizlar bilan dropshippingga qiyinchiligi va afzalligi haqida gaplashamiz. Afzalligi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi katta afzalligidan biri bu katta partiyada mahsulot sotib olish kerak yo'ligi. Ikkinchisi, bu juda ham tez bu biznesga kirib olish imkoniyati. Uchinchisi, sizlar juda ham katta marjinalnost, ya'ni katta daromad topish imkoni borligi. Va to'rtinchisi, sizlarning pulinglarni, ya'ni tikilgan sarmoyanglarni bu mahsulotlarga Amazon omborlarida turib qolish keragi yo'ligi. Bitta tovar, yaxshi analiz qilingan tovarni imkoniyati 10 ta, 20 ta, 30 ta tovarni savdosi bilan teng bo'lishi.
Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Endi qiyinchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, ikkita asosiy qiyinchiliklari bor. Birinchisi, bu servisni o'zingizlar yetishtirib berishingiz kerak. Ya'ni o'zingizlar mijozinglar bilan polностью yozishib, gaplashib, qanaqadir muammo bo'lsa, o'zingizlar hal qilishingiz kerak. Bu uchun o'zining yo'lida ingliz tili ozgina kerak bo'ladi. Lekin hozirgi zamonga qaraganda har xil Google tarjimon yoki boshqa tarjimonlar bor, ular orqali ishinglarni bitirsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, bu mahsulot sifatini kontrolda ushlab turish. Ya'ni sotayotgan mahsulotinglarni o'zingizlarni поставщикlar, ya'ni mahsulot yetkazib beruvchi odaminglar orqali tekshirib olishingiz kerak. Bu degani o'zingizlarni sotayotgan odaminglarning saytida yoki qanaqadir platformasida yoki misol uchun Alibaba bo'lsin, u yoqda sotuvchini odzivlari, qanaqa sotgan mahsulotlari haqida informatsiya yig'ib olishingiz kerak.